tekstlar qolgan ekan xolos. Mana joyini mashq qilib ko'rdinglarmi? Keyin yana mana o'sha shape'lar bilan ishlashga yana joylashtirib qo'ydim. Mana bitta rasm bor edi, uchib ketibdi. Yomon yiqildimmi keyin? Bu bas ekan. Ketdi, tugatib qo'yaylik bir yo'la. Va birinchi qiladigan ishimiz xuddi mana servisga o'xshatib turib, nima qilish ekan? About me degan joyini olish ekan. Mana strelkasi bilan olaveramiz ekan. Shift Alt va olib kelamiz. Hop, metda turaveradi. Kira qolinglar tez. About me oq rangda, strelka sariq rangda. Bir yil to'g'rilab ketaveraylik. Fill white razmer bir xil bo'ladi. Who is Olivia Smith deyapti. Who is deymiz biz ham. Who is Dilnoza Abdurasulova deymiz. Agar saqaranitga olib qo'ygan bo'lsak, sarlavha mashina deykan. Mana mashinani 40 volt. Mana unisini endi hop bo'lgandan keyin italic color this one. Bo'ldi shu joygacha. Tekislik ustunlarimizni o'sha joylab bo'lganmiz. Bitta mana loremdan qo'yib turib, keyin 3 ta bo'lakka ajratib chiqar ekanmiz. Mana uni shunday olib qo'yamiz. Maka kelinglar deymiz. White bo'ladi. Hop, razmer bir xil bo'ladi. Makacha bo'ladi. Mana u katta bo'lib ketibdi, bilgan bo'lsanglar, 40 emas, 35 emas, 38 qo'yaylik. Etoch. Mana u ikki qator bo'lar ekan. Ctrl C, Enter, Ctrl V. Endi manetga bitta frame tashab 3 taga bo'lsa ham bo'laverar ekan. Birinchisi ko'proqqa ham o'xshayapti. Bitta yozib turib 3 taga tekislab qo'yamiz. 600 plus ekan. 600 plus. Project completed. Bosamiz. Buni bold qilamiz. Mana bu narsani 18 emas, 24 qilamiz. Rangini mana bu rangda qilamiz. Keyin project completed. Nima gaplashyapsizlar? Bo'pti, gapni yig'ishtiramiz, bo'lmasa. Mana o'lsin. Mana bu battonni mayerga olib kelib qo'yib turib, mana nima pochirkka o'xshagan narsani qo'yamiz ekan. Jingalay shrifti. Nima download qilib oling deyapti, yuklab oling deyapti. Download CV.
CV nimaligini bilamiz, a? Ha, inglizcha variant, a? Xo'p, bunaqasiga bersak ulanib ketadi. Yo, kattasiga beramiz, bo'lmasa bir yo'la. Stop berib qo'yarkanmiz, bittagina. Bir yetar ekan, mendek. Cho'ta chizmadimi? Ustida qolgan ekan-a? Ulanib ketar ekan baribir. Shu chiroyli chiqar ekan, mana shunaqa dizayn qaranglar. Hali oddiy, prosta belgilardan ko'ra. Mana uni ikonkasi, mana skachat qilib olingga o'xshagan narsani qo'yib qo'yaylik, biz. Biz kuchlimiz-ku, a? Ketdi, mana play tugma bilan xayrlashib, o'rniga Iconify'dan yuklab oling degan ikonkani qo'yib qo'ysak, ana bechora inglizchani bilmasa ham tushunadi. Download. Tepa shunga o'xshagan narsani qo'yib qo'ysak, hali bulutchalarni qo'yib qo'yadi odatda. Mana uni qo'yaylik. Qani endi. Xo'p, auto layout bo'lgani uchun mana bittasi sig'may qolyapti. Mana bunday qilsak. Bu yoniga ketib qolyapti. Xo'p, ellips ichida bunda nimadir noto'g'ri. Bildirib qo'ysak, masofa ana endi chiroyli bo'ldi. Yuklab oling. Endi men ism familiyamizni mayda allambalo shriftda yozib qo'yarkanmiz. To'g'ri yozyapmiz. Dilnoza Abdurasul. Ketdi, belgilaymiz. Ana chiroyli shriftlardan birortasini mayda yozib yuboramiz. Bunaqami yoki yo'q bu joy emas ekan. Bunaqami. Mana shu ham chiroyli ekan. Yoki bu mana jamjimador shriftda yozdik. Endi yana bitta frame yaratamiz ekan. Mashlarni hammasini bitta gruppaga olib, sal pastlatarkanmiz. Mana shu ikkalasini ham Ctrl G qilib qo'yaylik. Gruppaga olish oson bo'ladi.
bu. Ana. Endi keyingisi bilsanglar, mana bu bilan o'xshash ekan-a. Markazga olib qo'yamiz, bo'ldi. Servisda olamizda. Alt bilan shunday kopiya qilib yuboramiz. Mana bu button bilan xayrlashamiz. Mana bu narsani ikkalasini belgilab turib, markazga qo'yib yuboramiz. Ctrl Z, Ctrl G ni bunday qilsak, keyin markazga keladi. Nomi My favorite tools. My favorite tools. Sesiyam bor ekan. Bu anaqa ekan, boltmas ekan. Oddiy regular ekan. Exploring the tools. Alt bilan shunday pastga tushamizda. Exploring the tools deymiz. Qaqadir orqaga o'tib ketib qoldi bu. Tools deb nomlab qo'ysak adashmaymiz shunda. Bular kerak emas. Bu ham kerak emas. Xo'p, hozir yozgan tekstim qayerda qoldi? Rangi oq bo'lib qolibdi-da. Boltmas. Oddiy regular ekan, u markazda ekan. Keyingisi behind my design. Behind my designs. Dizaynlarimni ko'ring deyapti. Bu qora. Bu ham markazda ekan. Bu bolt ekan lekin. Ko'chiramiz. Hop, frame olsak ham bo'laveradi mana ularga. Border berib yuborsak, o'zi to'g'lanib ketadi. Muncha olib turib fill. Mashrang. Border. Masalan, 20 emas, bir 40 berib yuborsak yoki 50 ga shunaqa g'alati narsa paydo bo'ladi. Bitta frame olib turib, ichiga ikonlar joylab yuborar ekanmiz yoki rasmlar. Mana frame olavermaylik. Markazda tursin. Bitta tekst. 98% bilarkan Figmani deyapti endi o'zicha. Ya markazda bo'lsin. Buni 35 qo'yaylik yo'g'a.
markazga tekisladik. Endi mana ularni olib chiqamiz Pinterestdan. Figma. Buni bo'lib olgan ekan. Oq fondagini olib beraylik, o'zimizni qiynamasdan. Копировать. Любой joyga вставить. Kechgina qilib turib, aylanib ketding. Bu oq. Maska qo'yib yuboramiz endi. Monim deb turib, ikkalasini belgilab turib, use as mask. Maska qo'yib yuborsak, markazga olib kelib qo'ysak bo'laveradi shunda. Ketyapsan. Rasmda plugin remove bg run. Rasmni o'chirmay, mana uni ham o'chirib yubordi shekilli. Ellipsdan background'ini o'chirib tashlabdi. Shift kattaroq o'raydigan. White. Yoqqa kel. Ikkalasini belgilab, bunday deb yuborsak va o'ng tugmani bosib turib, maska qo'yib yuboramiz. Bo'ldi. Kichiraytirib ikki 3 4 rost ko'p narsani bilar ekan bu ham 5 6 dan sig'dirib yuboramiz shekilli 6 1 2 3 4 Shift bilan belgilab hammasini bitta chiziqqa bo'ldi, почти. Qolgani yana nimadir, tagiga tekst yozib qo'yibdi, qolib ketib qoldi. Ozgina tepaga olib chiqib qo'yamiz. Ikonkalarni o'zgartirib qo'ysak bo'ldi. Mayli, endi o'zgartirib qo'yaylik. Figma kapsula bosib qolibdi. Figma deymizda 30 bo'lmas, regular deymiz. Olib ketaveramiz, to'g'rilab qo'yish oson buni. Shift bilan shuni belgilab turib, bitta tekislikka tekislaninglar deymizda. Mana bunday tortib qo'yamiz.
nomi har xil ekan. Keyingisi nima? Scratchmi nima? Sketch. Uzr. Ctrl V. Rasm dozini belgilab PC psixologiya chiqib Photoshop yozamiz shekilli. Photoshop. Копировать, вставить. Что-то to'g'ri tushmadi. Boshqa joyga tushib qoldi. Rasmni belgilab turib Ctrl V qilsak, moslanib tushib qoladi. Nimani bilsanglar, o'sha narsalarni qo'yib qo'yaverasizlar. Keyingisiga illyustrator qo'yib olaylik-a. Sizlar Canva'ni qo'yinglar. Buni ham qo'yib yuboramiz. ChatGPT'ni svoysi qo'yinglar-a. Figma bor, Photoshop bor. Python ham qo'yib yuboraylik-a. Java, Pavalarni. Bunisini olish kerak, qolganlar bilan bir xil bo'lish uchun. Kopировать. Noto'g'ri qo'yib oldik. Rasmni belgilab turib, ne qilib qo'ysak, moslanib qoladi. Turcha bo'lib ketdi bular. Tagiga yozib qo'yamiz endi. Photoshop. Deb ko'ringlar. Adobe Illustrator. Canva. Bo'ldi, shu joygacha. Endi qaranglar, buni qanday qilib birlashtiramiz? Uzun frame olamizda. Bas ortiqcha tursa hech narsa qilmaydi. Vidsini 1440 qilib qo'yamiz. 1440. Buni olib kelamiz. Buni tepaga yopishtirib qo'yishimiz kerak. O'zi alt bilan olish kerak edi. Ctrl Z qilaylik-a. Alt bilan shunday kopiya qilib frame bilan birga olaveramiz. Alt bilan kopiya qilib bu joyga joylashtiramiz. Juda ham ketdi bu. Orqasiga joylashib qoldimi? Navbar header'ini fold ichiga joylashtirib qo'yaman. Qattisan. Keyingisi alt bilan buni olib kelib joylashtiraman. Keyin servisni olib kelib joylashtiraman desam. Mana bu nomi yo'q ekan, nom qo'yib qo'yaylik. About adashmasam.
Hozir anu nimalarini, borderlarini olib tashlasak, oti nima edi? Gridlarni. Tayyor sayt bo'ladi. Endi qaranglar, mana uni ichidagi headerni hop. Apply fix with fix. Endi ko'raylik-chi, saytimizni ko'rinishini. Общий play berib bormoqmiz, mayli. Oldin kichkina holatda ko'raylik-chi. Mana saytimiz oxirgi ko'rinishi. Uni ham sal kattalashtiraylik. Tayyor bo'pti. Oxirgi holatda chiroyli ko'rinadi bitgandan keyin.